Diqqat! O'zbekistonda hozirgina dahshat sodir bo'ldi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. 24-iyun kuni soat 21:07 da O'zbekiston hududida zilzila qayd etildi. Respublika seysmoprognostik monitoring markazi ma'lumotlariga ko'ra, zilzilaning magnitudasi 4 ni tashkil etgan. Yer silkinishi 13 km chuqurlikda sodir bo'lgan. Zilzila epitsentri Farg'ona viloyatining Quvasoy shahri hududida joylashgan bo'lib, Toshkentdan 251 km janubi-sharqda qayd etilgan. Yer silkinishi Farg'ona viloyatida 3-4 ball, Andijon viloyatida esa 2 ball kuch bilan sezilgan. Zilzila manbai Farg'ona viloyatidan 14 km, Andijon viloyatidan 63 km uzoqlikda joylashgan deyilgan xabarda.